Bugungi kunda Qo'riqlash boshqarmasining hududiy bo'linmalari tomonidan muntazam ravishda viloyatimiz bo'ylab barcha savdo nuqtalari, bozorlar, xizmat ko'rsatuvchi obyektlar, korxona va tashkilotlar hamda aholi o'rtasida qo'riqlash xizmat turlarining afzalliklari borasidagi targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Hozir shu haqda Qarshi shahar qo'riqlash bo'limi xodimlari tomonidan shahar markazida jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini ishonchli himoyalashning afzalliklari borasida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda qo'riqlash bo'linmalarining imkoniyatlari, obyekt va xonadonlarni qo'riqlovga olish tartiblari, o'rnatiladigan tashvishgohlarning ishlash tartiblari xususida batafsil ma'lumot berildi. Hozirgi kunda xavfsiz xonadon konsepsiyasi asosida butun respublika doirasida texnik qo'riqlash hamda markazlash kuzatuvning avtomatlashtirilgan tizimi yaratilgan. Bundan tashqari, fuqarolarga yengillik yaratish, qo'riqlash uskunalarining yangi avlodlarini o'rnatish natijasida qo'riqlovga olingan mol-mulklarning daxlsizligi hamda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoiy tajovuzlarning keskin oldi olinishiga xizmat qiladi. Sirasini aytganda, bu kabi tadbirlar negizida aholi tinchligi hamda xavfsizligini ta'minlashda hamkorlikni yo'lga qo'yish va xavfsiz hudud konsepsiyasini barcha hududlarda keng joriy etishlik ezgu maqsad mujassan.